Sizni ham printeringizda mana shu ikkita chiroq yonib o'chayotgan bo'lsa, buni uchala to'g'rilash yo'lga ketamiz. Birinchi navbatda printerimizni ham o'chirib olamiz. Keyin mana orqa qismida kameramiz bo'ladi. Buni ochamiz, mana bitta kamerangiz bo'ladi o'zini. O'chayotganda orqasida bitta, buni ochgandan keyin tugida bitta kamerangiz bo'ladi. Buni olamiz-da, yaxshilab yuvib, quritamiz, keyin yana qo'yib, yana joyiga qo'yib, yoqib qo'yamiz. Agar yana shu holat takrorlanadigan bo'lsa, buni kompyuter yordamida dastur orqali to'g'rilash kerak bo'ladi. Mana shu dasturga kirib olamiz, Wiki Reset. Bunda printer yoqilgan, kompyuterga ulangan bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, printerimiz chiqdi. Agar chiqmasa, refleshni bosib, analiz qilib olamiz bitta. Mana shuni bosib turib, necha foiz to'lganini ko'rib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 100% to'lgan. Bundan chiqib ketib, Reset West Contextga kiramiz. Hop, bu yerga kalit so'z yozish kerak bo'ladi. Buni kulishi pulli bo'ladi. Hop, tekin yo'li 3L deb yozishingiz kerak bo'ladi. Yozganimizdan keyin OK knopkasini bosamiz. Da. Endi mana ko'rishingiz mumkin, printer o'chirib chiqdi. Printerimizni o'chirib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, reset bo'ldi. Endi printerni yoqib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, chirog'imiz yonib o'chish to'xtadi. Kimga mana shunaqa sifatli printer ta'minlash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilishingiz mumkin.